Vaqtingizni kutaman. Yunusobod tuman hokimligiga keldim, hech kim menga javob bermadi, kira olmadim, yana qaytib ketdim. Telefon qilaman, javob bermaysiz. Bugun o'zi ham telefon qildim. Sizni topib olishi o'zi bitta katta muammo bo'ldi va bugun men natijaga erishdim. O'sha aholi bilan hozir ham gaplashib tushuntiraman. U aholini siz sarson qilib emas. Men? Ha, siz hozir ortiqcha noto'g'ri siyosatga yurg'izmang-da. To'g'ri, normal siyosatda to'g'ri yurg'izavering. Ortiqcha mana bitta ko'pirtirib, hammani bir-biriga qarshi qilish kerak emas. Kelishdikmi opa? Hokim o'rinbosarining bu so'zlarini eshitganimizdan keyin nahotki xalqni biz, ya'ni televideniya sarson qilayotgan bo'lsa degan savol qiynadi. Mayli, hozir bizni bundanda muhimroq ishlarimiz bo'lgani uchun bu mavzuni sal keyinroqqa qoldirdik. Mana endi qiziqishyapti-yu, lekin biz vahima qilganmiz, biz ko'pirtirganmiz, biz aholini ko'taryapmiz. Bu tuhmat. Bu tuhmat. Siz o'zingiz to'g'rimiz o'zaro gaplashyapmiz. Mani savollarim tugamadi-da. Siz savolingizga bemalol bepabburja turamiz gaplashib. Qachon? Qabul kuni keling, bo'ldi. Va nihoyat sizni topdim, hozir qo'yib yuborsam qaytib savol bera olmayman sizga. Mana ahvol qanaqa? Aynan mana shu holat uchun ko'rib ko'rmaslikka olish, savolni eshitib javob bermaslikka harakat qilish, aynan mana shu vajlar tufayli biz ushbu muammoning yechimini hali ham topa olmayapmiz. Lekin